Nursun, ertalab bo'lib ketibdi. Qor ham yo'q ekan. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Frank va xush kelibsiz yangi videoga. Tak, ertalabdan kamerani yo'q qo'yganman va juda yaxshi. Hozir apchi. Bo'ldi. Tak, kelinglar ertalabdan nima desam keyin shunchaki uyimizni isitish maqsadida daraxt chopib kelamiz. Qon yog'ishini so'g'at ketyapman, lekin mayli. Kelinglar endi daraxt chopib kelamiz. Do'stlar, iltimos do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Chunki bu juda ham muhim narsa. Men muz ustida qani davay. Muzlarim suvlab ketgan. Nima dedim? Muzlarim suvlab ketdi. Yo'q, suvlarim muzlab ketgan. To'g'ri. Esimga keldi. Kelinglar endi daraxt qolesa nima bo'pti hozir. Kelinglar mana bu chopilgan daraxtlardan davom ettiramiz. Chunki nima desam ekan, boshqalarni chopib o'tirsak, tabiatga zarar va juda ham yomon narsa bo'ladi. Kelinglar mana shuni davom ettiramiz va bugun yangi yil shukuhi uncha yo'q. Mayli, 15 ta yetadi va endi uyga nima desam ekan ketishimiz ham mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'l, nima qarab tursan? Obuna bo'l deyapman. Bo'pti, hazil do'stlar. Bu gapimni eshitib obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Chunki bu kanalda tezroq 100 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Omborxonada daraxt bor ekan, mayli. Juda ham yaxshi. Kelinglar, 2 ta ko'mir ham bor. Buni yoqib yuboramiz. Tak, boshida mana buni issiq. Kelinglar, buni solib qo'yamiz va buni ham bug'doy. Kelinglar. Maza. Kelinglar endi ertalabdan nima desam ekan, shunchaki ko'chani aylanib kelamiz. Do'stlar, tak, jo'mayo bu nima bo'ldi yana? Frank amaki, qarang, biza qor bola yasadik. Yaxshi. Ko'p o'ynamanglar, kasal bo'lib qolasizlar. Bo'pti. Jenurson qor bola yasaganmish. Mayli, biza kelinglar bobom akini yoniga kirib ko'ramiz. Assalomu alaykum bobom aka. Salom, nima kerak? Nima desam ekan, shunchaki yangi yil uchun archa shunga o'xshagan narsalar kerak bo'lyapti. Bo'pti. Pulini keyin olib kelarsan, hozir zakazga beraman, hozir yo'q edi-da. Bo'pti. Farqi yo'q, o'zingiz bilasiz. Bo'pti, keyinroqki. Bo'pti. Tak, juda ham yaxshi. Nima desam ekan, keyinroq kelib olib ketarkanmiz. Yo'qmayo, bu nima? Bo'ldi. Kameram ishlamay qoldi. Mayli. Tak, kelinglar. Hamma uyni bezatib bo'lgan va men bu yerda archa juda ham yaxshi qor bola. Davay burnini tishab olamiz. Mana tirsda hazillashdi. Mana buni ichini ochib ko'rish kerak, lekin bu ichida hech narsa yo'q deb o'ylayman. Chunki kelinglar o'g'irlab uyimizga olib qo'yamiz. Kelinglar. Baribir bu dekoratsiya, baribir kerak emas. Tak, mana shu yo'q, bu yerga bo'lmaydi. Tak, qayerga o'rnatsam ekan? Kelinglar mana shu yerga. Juda ham yaxshi. Tak. Endi kelinglar notebookimni stop. Mana bu o'chib qopti-yu. Tak, bizga mana bu kerak bo'ladi va buni olib, buni qo'yib va juda ham yaxshi issiq. Va endi mana bu boltani solib qo'yamiz va kelinglar notebookni o'ynashda davom etamiz. Qayerda yuribdi-ya? Zakazga bo'ldi, o'zi yo'q. Mayli, hozir chaqirib kelajak. Ham yaxshi. Stop. Bu kim bo'ldi yana? Bobom aka. Qayerda yuribsan? Zakazga bo'ldi, yur orqamdan. Bo'pti. Yaxshi. Bo'pti. Ke tezroq imlama. Bo'pti, mana keldim. Ishni yopib qo'yganingizchi. Tezroq ol. Bo'pti, hozir. Tak, yaxshi. Pulichi, hozir qarzga berib tura olmaysizmi? Mayli, keyinroq tashlab ket faqat. Bo'pti, rahmat. Va juda ham yaxshi bizga berdi va shuncha narsa. Kelinglar. Tak, uyimizni nima desam ekan, xullas, kelinglar mana shu yerdan o'rnatib boshlaymiz. Yo'qmayo, buni qatl qo'yilib ketdi. Kelinglar. Bizga farqi yo'q va mana shularni o'rnatib chiqamiz. Bugun yangi yil va yangi yil shukuhi uncha yo'q. Do'stlar, tak, kelinglar. Bunga e'tibor bermaymiz. Yo'qmayo, nimancha?
uraveraman hozir, mayli. Ha, mayli tezroq bo'lamiz va hamma yerga o'rnatib chiqishimiz shart. Yo'may hozir ey ikki bo'lib tashma boru, no, davay ket. Mana bu yerga ham davay 1 2 3 4 5 6 bo'ldi. Yetadi menimcha. No, kelinglar endi ichkariga o'rnatamiz va uyimizda yorug'lik yo'q. Nima desam ekan? No, mana zo'r qilamiz, chotki. Kelinglar mana bu notebookimizni hozircha olib turamiz. Bu bizga hozircha kerak emas. Bizga mana bu 4 kerak bo'ladi. Ha, yo'mi, maza. Tak, kelinglar endi mana bu narsalarni ham o'rnatamiz. Tak, mana buni 64 ta bunchasini nima qilaman men? No, kelinglar. Farqi yo'q. Bo'ldi, ikkita ishlataman faqat. Bu kelinglar. Nima bo'ldi? Nimaga ochilmayapti? Stop. Ha, bo'ldi mana. Tak, kelinglar endi o archalar katta ekan. No, kelinglar mana shu yerga. Yo'q, bu yerga bo'lmaydi. No, kelinglar mana bu tarafga o'rnatamiz. Tak, davay mana adush bo'ldi lekin. Tak, kelinglar. Yana bittasi bor ekan. No, davay shu bobomakini uyini, magazinni oldiga qo'yib qo'yamiz. Tak, mana shu yerga. Juda ham yaxshi. Tak, kelinglar endi nimasan? Jiddel qalasan. Salom. Sovqotmisanmi? Men sovqotdim. Namuncha hammasi bitta joyga yig'ilib olgan. Kelinglar mana bu narsalarni stop. Qayerga qo'yaman men? Ha, bo'ldi. Mana va bittasini archani tagiga qo'yamiz va mana zo'r bo'ldi endi. Tak. Endi kelinglar, mana bu narsalar ham bor ekan, o'rnatib chiqamiz, yaxshi. Va uyni ichiga ham, tak. Uyni ichiga mana buni o'rnatmayman. No, kelinglar o'rnatib chiqamiz, problema emas. Tak, bu yerga yaxshi, bu yerga va bu yo'q, bu yerga bo'lmaydi. No, kelinglar mana shu yerdan davom ettiramiz. Va endi bu yo'qmi? Buni bo'ldi. Tak, bu yerga mana bu yerga qo'ysam hozir yo'qolib ketadi. Ko'rdinglarmi? No, kelinglar endi bu nima bo'ldi yana? Qovoqmi? Bu nima kerak yangi yilda? Jinni, no, kelinglar. Buni tak, qayerga qo'yaman buni? Kelinglar, mana shu yerga qo'yamiz. Juda ham yaxshi zo'r. Endi mana bundan uyni ichiga ham o'rnatib chiqamiz va nimasamki juda ham yaxshi bo'lib ketadi. Tak, mana bu yerga ham, bu yer yo'qmay, oynaga qo'yib ketdi. No, kelinglar, almashtirib qo'yamiz. Mana fakelni olib turib bu yerga va bu yerga ham bo'ldi va endi fakelni kelinglar mana shu yerga qo'yamiz va juda ham yaxshi. Bu nima bo'ldi ana onasini ham? Yo'qmayo. Qovoqli nima edi? O'rgimchak. Ha, tak, kelinglar buni mana shu qo'shnimga yaxshilik qilgan bo'lamiz. Tak. Yo'qmi? Bu qo'shni, nima aytsan? Uyingizga dushig'i bezabsiz lekin. Shunaqa zo'r hammasi. Bo'pti, damingni ol, bo'pti, xayr, ishim bor. Bo'pti. Tak. Yangi to'xta, mana bu yerga va bu yerga bundan o'rnatish esdan chiqibdi. No, kelinglar, yana bir qator o'rnatib chiqamiz va juda ham yaxshi. Tak, bu yerga hozir bitta. No, kelinglar bu yo'qki, nimasam keyin qo'yib yuboramiz. Tak, bu bo'lmaydi. Tak. Buni qayerga qo'ysam? No, kelinglar, omborxonaga qo'yib qo'yamiz. Hozircha bu bittasi nimaga ham yaraydi? No, kelinglar, mana buni ham solamiz. Buni ham bo'ldi. Hammasi yaxshi. Bizda hech narsa qolgani yo'q. Endi kelinglar, sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Tak. Qani, davay. Mana ko'rdinglarmi? Men sizlarga qishga mana shu o'yinni 2 oy o'rgandim. Ha, do'stlar, bu juda ham yaxshi. Tak, keling, bo'ldi, yetadi bugunga. Tak, endi nimasam keyin shunchaki qorbo'yga xat yozamiz. Ha, do'stlar, bizga sovg'a olib keladi keyin. Haloyiq, chiqinglar, qorbo'yga xat yozamiz. Mana. Hozir to'xtatdi. Mana, bo'pti. Hammasini olib bor, bittasi ham qolib ketmasin. Bo'pti, urmanglar. Kim bo'ldi? Qor bobomi? Mayli, xalaqit bermay.